Assalomu alaykum. Instagramda shunaqa ikkita bir olib chiqadigan chakchaklarni ko'rib, bir manam qilib ko'rmoqchi bo'ldim. Hamma retsepti o'sha, faqat tayyorlanishda ozgina o'zgarish. Shunaqa yumshoq og'izda eriydigan chakchaklar bo'ladi. Shunchaki xamiriga ko'p un sovurish kerak. Keling, tayyorlab ko'ramiz. Tuxumga tuz solib aralashtirib olamiz. Keyin sodani solib, yana aralashtirib, un solib aralashtirib, qo'lga yopishadigan yumshoq xamir qoramiz. Tindirgani olib qo'yamiz. Yarim soatdan keyin olib yana mushlaymiz. Shu tariqa umumiy 4 marta shu ishni qaytaramiz. Oddiy chakchakka bitta tindirib, darrov yoyib pishiraverasiz. 4 marta mushlagach xamirni yoyib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek xamirni yog'lab olamiz. Xamirni ikkiga bo'lib olamiz. Keyin ohista qattiq bosmasdan ustidan ozgina yoyib boramiz. Keyin taxminan 10 sm bo'yiga va 1 sm eniga qilib xamirlarni kesib olamiz. Xamirlarning ikki tomonini 10 minutdan qamzitib olamiz. Keyin past olovda videoda ko'rsatilgandek xamirlarni pishirib olamiz. Qozonchaga shakar, suv, limon suvi solib, siropini qaynatib olamiz. Qiyom yetilgach ichiga asal solib, yana bitta qaynatib olamiz. Instagramda ko'rganimdek chakchaklarni siropga teradiganlarga sirop solmaymiz. Idishga chakchaklarni terib, ustiga siroplanmaganlarni siropga botirib, oxirida ustiga sirop surib olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.